Aksku, bu ham Instagramda zvezda bo'lib ketdi o'zicha. Yaqin nima? Zvezda yaxshi, o'sha kibrma. Salom alaykum o'zim. Suollarni so'rashardan o'zi deb qo'ydi. Bir yaxshi narsa. Biz ikkita video oldi diyani zvezda diyani va hammasi nima bor? Eslab qoldim, omad shoy. Do'stim, men kibr emasman. Zo'r ekan, bek. Ha? Oyamiz aka nechta? 100 million. Bo'ldi aka, uni bering, olib ketamiz. Pudratga qaramaydigan kibr bo'lib ketsa, eski narsalar olib yurganingizdan chiqmadi, eski bozorda. Aka kerakmi? Ura bermang, kerak. Yo'q, odamni normaliy muomala qiluvchi kibr bo'lib muomala qilish shart emas. Sen ham shunaqa oddiy odammi deyapti. Azizlar, mana bitta pochkam ishlamayapti. Qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Buni odamni qarab bitta pochka ishlamayapti, yordam berish kerak. Shunga bitta pochkani bersan. Jinnibisan sen? Kibr sen ishonmaysan, odamdan yaxshilik qoladi, berish kerak pochkasini. Bu darajada qachon kibr bo'lding? Sezmay qolgan boy. Oldin bir beg'ubor bola kibrni sho'mala. Bo'ldi, bu darajada kibr timsoli bo'lma. Bo'ldi, telefoningiz bo'lishi yo'lga patsaydi ekan. Kibrlanmay, bo'ldi. Kibr do'rma, kibr demaslik uchun nima qilishim kerak? Ayt. Mana o'zbek svetchi bo'lash. Ko'rdingmi? Kibr desa ishonmaysan. 1 minut ko'rib turolmading, 3 sekundda tashlab olding. Sen nafaqat kibrsan, sen mendan jirkanasan.